O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida minglab kilometr masofa bor. Ammo mushtarak tarix, madaniyatlar yaqinligi va xalqlarimizning samimiy mehr-oqibati bu masofani allaqachon shartli tushunchaga aylantirgan. Prezidentlar Ilhom Aliyev va Shavkat Mirziyoyev o'rtasidagi o'zaro ishonch mamlakatlarimiz munosabatlarini ittifoqchilik darajasiga olib chiqib, ularga bunyodkorlik ruhi va ko'lamini bag'ishladi. O'zaro savdo hajmi oshdi. Kompaniyalar o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri hamkorlik kengaydi. Qo'shma korxonalar va yangi loyihalar paydo bo'ldi. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida The Ritz-Carlton mehmonxona majmuasi barpo etilmoqda. Bo'lajak bino fasadi ortida murakkab muhandislik tizimi, sifatga qo'yilgan yangi talablar va turli kasbiy maktablarga mansub mutaxassislarning hamkorligi mujassam. Ayni paytda O'zbekistonda shaharsozlik va zamonaviy turar joy infratuzilmasini rivojlantirishga qaratilgan loyihalar ham amalga oshirilmoqda. Sarmoya bilan birga muhandislik yechimlari kirib kelmoqda. Chorvoq sohilida eng yirik investitsiya tashabbuslaridan biri Sea Breeze Uzbekistan xalqaro turizm markazi loyihasini amalga oshirish boshlandi. Bo'lajak mehmonxonalar, turar joy majmualari va dam olish maskanlari loyihaning faqat ko'ziga ko'rinadigan qismi. Chimyon tog'laridan qariyb 2000 kilometr uzoqda endi Ozarbayjon zaminida paxta to'qimachilik klasterlarida o'zbek tajribasi boshqa ko'rinishda namoyon bo'lmoqda. Bu yerda xomashyonni yetishtirish chuqur qayta ishlashga asoslangan to'liq ishlab chiqarish zanjirining boshlanishiga aylanmoqda. Texnologiyalar bilan bir qatorda ishlab chiqarishni tashkil etish, zamonaviy standartlarni joriy qilish va malakali kadrlar tayyorlash bo'yicha tajriba ham o'zlashtirilmoqda. Hojigabulda hamkorlik sanoat sur'atiga ega bo'lmoqda. Azermash korxonasida qo'shma avtomobil ishlab chiqarish jarayoni butlovchi qismlarni yetkazib berishdan tortib, yakuniy sifat nazoratigacha bo'lgan barcha bosqichlarda aniq muvofiqlashtirishni talab etadi. Samarqand viloyatida Baki Istiqbol kompaniyasi ishtirokida sut mahsulotlari ishlab chiqarish rivojlanmoqda. Xomashyoni qabul qilish va laboratoriya nazoratidan tortib qadoqlashgacha bo'lgan butun jarayon tayyor mahsulot sifatini ta'minlashga qaratilgan. To'plangan tajriba allaqachon yangi tashabbuslarga yo'l ochmoqda. Milla kompaniyasi sut mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirishni rejalashtirmoqda. Qashqadaryo viloyatida Matanat A kompaniyasi ishtirokida gips va quruq qurilish aralashmalarini ishlab chiqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Azergold O'zbekistonda 2 yirik loyihani amalga oshirishni boshlamoqda. Qashqadaryo viloyatida oltin konlarini o'zlashtirish va Navoiy viloyatida istiqbolli maydonlarda geologiya qidiruv ishlarini olib borish. Toshkentda esa mahorat texnologiyaning aniqligi bilan uyg'unlashib, zargarlik san'atining noyob namunalarini yaratmoqda. To'raqo'rg'on tumanida bo'lajak hosil gullagan bog'dan emas, balki yosh ko'chatdan boshlanadi. Bu yerda zamonaviy laboratoriyalar dehqonchilikdan tortib mahsulotni saqlash va logistikagacha bo'lgan jarayonlarni o'z ichiga oluvchi ishlab chiqarish zanjiriga asos solmoqda. Xaritada O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasida Kaspiy dengizi joylashgan. Ammo yangi iqtisodiy geografiyada u endi mamlakatlarimizni ajratmaydi, balki ularni bog'laydi. Kaspiy orqali o'tadigan yo'nalishlar Alat porti va Baku-Tbilisi-Kars temir yo'li orqali O'zbekiston g'arb bozorlariga chiqish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Ayni paytda Ozarbayjon Markaziy Osiyo va Yevropa o'rtasidagi muhim tranzit markazi sifatidagi mavqeini mustahkamlamoqda. Moliya sektorida esa Ozarbayjon xalqaro banki Davr bank ulushini sotib olish jarayonini oxiriga yetkazib, ikki davlat o'rtasida bank sohasidagi hamkorlikning yangi bosqichini boshlab berdi. Turli sohalar, turli ko'lam va turli taqdirlar ikki mamlakat iqtisodiy hamkorligi naqadar kengayganini yaqqol ko'rsatadi. Navbatdagi qadam esa bu hamkorlikni yanada rivojlantirishning yangi mexanizmlarini ishga tushirish.
Shunday mexanizmlardan biri Ozarbayjon O'zbekiston investitsiya kompaniyasi bo'ldi. U biznesning to'g'ridan-to'g'ri hamkorligini to'ldirmoqda va yangi qo'shma loyihalarning amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar ochmoqda. Korxonalar umumiy tarixning faqat bir qismi xolos. Yana bir muhim sahifa maktablar, universitetlar va ilmiy tadqiqot markazlarida boshlanadi. Zero yangi kashfiyotlar poydevori aynan bilimdir. Huzuriyda O'zbekiston prezidenti tashabbusi bilan barpo etilgan Mirzo Ulug'bek nomidagi maktab faoliyat yuritmoqda. Zamonaviy sinf xonalari, laboratoriyalar, kutubxona va sport infratuzilmasi bolalar bilim oladigan, do'stlar orttiradigan va kelajak haqida o'z tasavvurini shakllantiradigan muhitni yaratmoqda. Toshkentda Landau nomidagi STEM maktablari tashkil etilmoqda. Bu yerda ta'lim, tabiiy fanlar, muhandislik va zamonaviy texnologiyalarga asoslanadi. Madaniyatlar mushtarakligi ayniqsa san'atda nozik va ta'sirchan tarzda namoyon bo'ladi. Tanish ohanglar, mushtarak niyatlar va siymolarda, har bir xalq esa ularni o'zicha kashf qiladi. Toshkentda Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyati markazi va Fuzuliy nomidagi markaz, Bakuda esa Alisher Navoiy nomidagi ilmiy markaz faoliyat yuritmoqda. Navoiy va Nizomiy, maqom va muqom, teatr va kinematografiya o'rtasidagi ko'p asrlik muloqotni madaniyat va kino kunlari, teatrlar, musiqachilar, rassomlar va tadqiqotchilar aloqalari davom ettirmoqda. Bu muloqotni hududlar ham davom ettirmoqda. Shusha va Xiva, Lankaran va Buxoro, Sheki va Qo'qon, Fuzuliy va Guliston, Mingechevir va Namangan. Shu tariqa ikki mamlakat o'rtasidagi yaqinlik poytaxtlar doirasidan chiqib, kundalik hayotga kirib bormoqda.